Salom hammaga. Siz bilan bugungi darsimizda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Biz bugun asosiy birinchi misolni ishlaymiz. Hozir siz videoni to'xtating va bu misollarni o'zingiz ishlab ko'rishga harakat qiling. Agar tushunmasangiz, albatta xarita yo'nalishidan foydalaning. Ishlab bo'ldingiz degan umiddaman. Keling endi misollarni birga ko'rib chiqamiz. Ikkita bir xatimiz berilgan bo'lib, biz hozir ularning darajasi, koeffitsiyentlarini topishimiz hamda qavs ichidagi harfga e'tibor qaratgandagi daraja va koeffitsiyentni topishimiz kerak. Bizda xarita yo'nalishida aytilmoqda. Darajani topishda har bir harfning daraja va ko'rsatkichini qo'shamiz. Masalan, 5x y kvadratimiz bo'ladigan bo'lsa, x ning darajasi 1, y ning darajasi esa 2. Shuning uchun ushbu bir xatimiz 1 qo'shilgan 2, ya'ni 3-darajali bir xat bo'lib, koeffitsiyenti esa harflar oldidagi son, ya'ni 5 bo'lar ekan. Ma'lum bir harfga e'tibor qaratilganda, e'tibor qaratilmagan boshqa harflar son deb qaraladi. Buni tushundingiz-a? Keling endi misollarning yechimini birga ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimiz 2ab(x) ning kvadrati. Bu yerda a ning darajasi 1, b ning darajasi 1, x ning darajasi esa 2. Shuning uchun darajalarni qo'shamiz. Demak, bu bir xatimizning darajasi 4 bo'ladi. Koeffitsiyentimiz esa harflar oldidagi son, ya'ni 2 bo'lar ekan. Endi qavsning ichidagi x ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, x dan tashqari harflarni koeffitsiyent deb olamiz. Shuning uchun bu bir xatimizda 2ab koeffitsiyent bo'lib ketadi. X esa harf sifatida qabul qilamiz. X ning darajasi 2 bo'lganligi uchun bu bir xatimiz ikkinchi darajali bir xat bo'ladi. Endi ikkinchi misolni ko'ramiz. Ikkinchi misolimiz -7x y ning kvadrati z ning 3-darajasi bo'lar ekan. Bu yerda x ning darajasi 1, y ga 2, z niki esa 3. Shuning uchun bu bir xatimizning darajalarini qo'shamiz. Demak, 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3, ya'ni 6 bo'lar ekan. Koeffitsiyentimiz esa harflar oldidagi son, ya'ni -7. Iltimos, koeffitsiyentlarni yozayotganimizda albatta ishorasi bilan birga yozing. Shuning uchun bu bir xatimizning koeffitsiyenti -7 bo'lib, darajasi esa 6-darajali bir xat deyiladi. Endi qavsning ichida faqat y ga e'tibor qaratamiz. Agar y ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, y dan tashqaridagi hamma harflarni son deb olishimiz kerak. Shuning uchun bu bir xatimizning koeffitsiyenti y ga e'tibor qaratilganda -7x z ning kubi bo'ladi. Darajasi esa y ning darajasi 2 bo'lganligi uchun ikkinchi darajali hisoblanadi. Endi ikkinchi shartimiz y va z ga e'tibor qaratishimiz kerak. Agar bu ikkita harfga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu ikkita harfdan tashqaridagi x harfimizni ham biz koeffitsiyent, ya'ni son sifatida olamiz. Shuning uchun y va z ga e'tibor qaratganimizda bizning koeffitsiyentimiz -7x bo'ladi. Daraja esa y va z ning darajasini qo'shishimiz kerak. Ya'ni 2 qo'shilgan 3 bo'ladi. Shuning uchun bu bir xatimiz y va z ga e'tibor qaratilganda 5-darajali bir xat hisoblanadi. Xo'sh, bugungi misollarimiz tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, videoni orqaga qaytaring va albatta yana bir marta tekshiring. Chunki siz hali shunga o'xshagan misolni ishlashingiz kerak. Keling endi hozir ma'lum bir harfga e'tibor qaratilganda nima deganligi haqida yana batafsil ko'rib chiqamiz. Bizda ba'zi bir xatlarimizda bittadan ko'p, ya'ni 2 yoki 3 marta harf ishlatilishi mumkin. Bunday holatlarda biz ba'zan e'tiborimizni faqat bitta harfga qaratishimiz kerak bo'ladi. Bu esa bizga ba'zi misollarni yechimini yechishda ancha osonlik tug'diradi. Bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan narsa, e'tibor qaratilmagan harflar harf emas, son deb olish. Tushundingiz-a? Yuqorida misolda ishlaganimiz kabi e'tibor qaratilmagan harflarni biz son deb olishimiz kerak. Endi siz hozir yana videoni to'xtating. Bu birinchi misolimizni ishlang. Javobini esa pastdagi PDF fayli orqali tekshiring. Siz bilan keyingi misol ishlash videosida ko'rishguncha, xayr.